Ertalab ham bo'lib ketibdi. Ertalabdan nimaga men telefon qilyapti? Ha, alo. Ha, Akromjon, tez beri uyimga yetib kel, bitta gap bor. Ha, mayli. Choy ichvarsammikan yo borsammikan bilmadim men. Ay, sanat ko'raylikchi, choy bor. Mana bitta sho'rva ekan, quyon go'shtidan sho'rva bor ekan bitta. Eyvole. Shirin ekan, oxirgacha tugatolmadim, baribir tez ketgandim. Shuning uchun endi boramiz. Eshikni ochib yopib. Qani ketdik. Yuguraylik. Hozir nima ish? Baribir bilaman, men sezyapmanki ish qildiradi. Kirishim qiyin bo'lib ketdi. Ha, salom. Ha, salom. Boya salom berdingiz-ku, salom aytdingiz-ku. Ikkinchi marta salom. Mayli, nima ish gap? Ha, qishlog'imizda bitta ishib qolgan joy bor. Ha, ko'rdim. O'sha yerda bitta manyakni bitta jetilni qamab ketibdi. Sen uni ozod qilishing kerak. Ha, mayli, evaziga qancha berasiz? Bu yerda jetilni hayoti ketyapti. Sen pulni aytasan, ha? Ha, nima pul kerak-ku axir? Ha, mayli. 32 ta dollar beraman. Zumrad. Ha, mayli. Roziman. Xanim, yana bir bola. Menimcha maishat bo'lsa kerak. Menimcha. Qani borib endi kirkam olib kelay. Kirka, bolta degandek olib kelay o'shalarni. Mana. Oldim. Buni menaqa qo'yasam. O'zi boltamni nimaga oldim? Qilichim bor mening. Agar maniya hujum qilsa deyman, boltadan ko'ra qilich yaxshi. Qani o'sha joyda ochib ko'raman. Qani qo'l bilan olib tashlaylikchi. O, rostdan ham bor ekan. Nima qo'ydim men? Nima paydo bo'ldi, hozir ko'zimda ham ko'k. Tusham. Kimda tushib ketmasdan eshikni yopib qo'yaylik. Sekin tushadi bu. Tushdi. Qilichni olamiz. Better borib labirint nima bu? Tubik. Yedim. Mana nasibini yo'rtilgan ekan. Zo'r ekan. Mana ko'rdim. Salom. Sen meni qutqargani keldingmi? Ha, mer jo'natdi meni. Qilichingni ol, qo'rqyapman. Ha, mayli. Mayli, seni qutqaray tezroq. Sen o'zi bu yerda necha kundan beri turibsan? Men bu yerda kundan emas, oydan beri turibman. Necha oy? 2 oy bo'ldi. Och qolib ketmadingmi? Och qoldim-da, galvas. Ha, mayli. Galvas deganiga o'g'il tashlab ketishim ham mumkin. Ko'rdingmi, men aktyorman-da. Seni ovozingda gapirdim, ko'rdingmi? Ha, qo'yin. Mayli, tezroq qutqaraydi meni. Ha, mayli. Qattiq ekan bular. Okey. Birinchisi buzildi. Qattiq ekan-ku. Bo'ldi. Ana, ozod qildim, chiqaver, ketaver. Ha, men bu yerda birikta narsalarni yig'ishtirib olishim kerak. Narsa yo'q, nima yig'ishtirasan? Ha, mayli, men o'zim chiqaveraman, sen chiqaver. Ha, mayli. Qo'y, qayerga kirib ketyapsan? Mayli, ko'mirlarni olay axir. Nega?
Nega bularni merga beraman-da? Menga esa pul beradigan. Hop. Men fakilchamni yoqqa qo'yib qo'y. Chiroyli fakil ekan lekin. Ana do'stlar. Ana ko'mirlar ham oldim. 13 ta ko'mir chiqdi. Mana kirish xavfli. Ana. Birdan chiqamiz. Jitil o'zim chiqaman dedi. Mana shunaqa qaraylar. Hoppa. Nega ketding? Jitil chiqolmaydi-ku. Ochadi. Nega buni qo'yyapsan? Jitil umuman chiqolmaydi deyishlar mumkin. Lekin bunday emas. Qaraylar, chunki agar buni ochadigan oching. Agar ochadigan bo'lsak, bu bo'lmadim deb bo'ladi. Buni shunday sindirib chiqib ketaveradi. Shunday qarang. Kim ko'rmasin deyapman-da buni. Endi ko'mirlarni merga beray. Ha, qutqardingmi buni? Ha, qutqardim. Qani u? Ha, o'zim chiqaman dedi. Unda yo'l ochiqmi? Ha, ochiq, tashab ketmayman-ku. Aytgancha 13 ta ko'miram bor. Ha, nega men bitta donasini bitta zumradga almashtiraman. Ha, mayli. Pul bering. Ha, pulim yo'q, oyaga qo'shib beraman. Ha, mayli. 32 ga 13 qo'shdim necha bo'ladi? Hisob kitob. Ha, 45 ta zumrad berar ekansiz. Ha, mayli, oyligiga qo'shib yuboraman. Ha, mayli. Oylik kattaroq keladi endi. O'lim. Qanaysan, o'lim? Iltimos meni qutqar, men bu yerga tiqilib qoldim. Ha, mayli. O'zi qutqaraman. Uydan lapatkamni olib kelay. O'zi menda lapatka bormidi? Qo'limni qutqarib kelaylik endi. Hammaga yordam berib yuboryapman-da. Xo'sh. Mana qo'lim aka. Chiqdingizmi? Okey, bo'ldi, ketaoling. Ha, rahmat senga. Endi mejitlarning ovozida gapiryapsiz. Men ham senga o'xshagan aktyor bo'ldim-da. Ha, mayli. Menga farqi yo'q. Mana gapiradi. Endi prosta so'rayman-da. Uyimni qaranglar, dahshatni takoy. Aytgancha olmoslarni qaranglar, kecha men konga tushib keldim. Mana kirka bilan olmos kirka bilan boy ko'rdinglar. Kirichinda yotib uxlaymiz. Ertaga maktabga ham borib kelishim kerak. Maktab tekshirib qo'yaman-da, komissiyaman-ku. Ertalab bo'ldi. Okey. Endi maktab tekshirishga borib kelaylik. Agar hech kim yo'q bo'lsa, u oylik berilmasin, menga aytaman. Nimaga? O'qituvchida emas-ku. Hayır. Ota-onasini chaqirtiraman hammasini. O so'tnichi bilan hozir ko'raman. Bitta ruchka bilan bitta qog'oz olib yozib kelaman, kim kelmagan. Familiyasini qayerdan bilaman ularning ism familiyasini. Ijodiy yozib qo'yaveraman. Qancha oylik berish kerak shuni yozaman. Kirch ana Golim aka. Bizni qutqarganlik. Assalomu alaykum. Ha, salom. Siz o'qituvchimisiz? Ha, o'qituvchiman-da, kim bo'ladi? O'zing kimsan? Men tekshiruvchiman. Bo'ldi. Salom. Mayli. Nimaga o'quvchilar yo'q? Soat 8:30 bo'ldi-ku. Ha, birozdan kelsa-da, endi kelsa kerak. 9 gacha kutaman. Agar kelishmasa, oyligingiz naqd 12 zumradga kamayadi. Menda nima yo'q? Aytsiz-da, tarbiyalamagansiz. Ha, mayli. Duo qilaman, kelishsin. Mayli. Endi kutaychiman shu yerda. Qanday siz ko'rmaka?
Ha, men ham senga kun kelib yordam beraman. Ha, mayli. Mana shu yerda kutamiz endi. Aka, men sizga nima qildim? Sen orqangni beri so'kdingmi? Shuncha uryapman desang. Urmang aka. Urmang, ey. Urmang. Qadaringizga nolasiz. Yaxki sen. Yaxki. Urmay qoldingmi? 9 o'chib qoldimi? Seni. 9 o'chib qoldimi? Seni urgan tursanmi? Urmay aka, siz kattasiz-ku. Yaxki sen. Mana temir. 5 ta temir berdim. Endi bu temirlar sotib mendan pul qiladi. Ikkita avtomobillarni ekib qo'yib, nimagadir avtomobil tushdi. Menimcha sevgan qiziga berish kerak. Undan ko'ra kompyuter o'ynab yuboraman. 9 bo'lganda. Ha, salom. Ha, men kompyuter o'ynamoqchi edim. Ha, bir soat o'ynayapsizmi? Ha, okey. Shunaqa o'ynayman. Короче, Minecraftda o'ynasam yaxshi bo'lardi. Soat 9:30 bo'lib ketibdi-ku. Bo'pti. Ha, xayr, mayli. Eshik ochilmayapti. Shoshgan payting shunday bo'ladi o'zi. Qani ko'raylikchi, bitta jetli kelgan bo'lsam. Hech kim kelmabdi-ku. Ha, hech kim kelmadi endi. Bu yerni ko'raylikchi. Sinfni. Men sinfda ham hech kim kelmabdi. Ko'rdinglarmi? Men aktyorligimni ishga sovurdim. Ha, siz yetimsiz? Ko'rmayapsanmi? Men aktyorman deyapman. Basharang yo'ray seni. Nega uryapsizmi? Hech kimagani yuryapman. Endi kelmasa men nima qilaman? Nima sakrayapsan hozir? Jim o'tir. Men oyligini 12 so'mdan o'chiraman. O'zim ham qo'rqinchli o'lsa ham gapira olaman. Nega o'chirasan? O'chiraman deb hech kelmagandan keyin. Короче, o'chiraman. Qilishtab qo'yib. Ana endi mana yoqda yozib olaydi. Aka, mana shuni qo'yib ol. Biz sinfdan hech kim kelmagan. Sinfdan ham hech kim kelmagan. Juda yomon. Olib borib merga berib qo'yaman. Keyin oylikda yozmaydi. Mer. Ha, nima deysan? Maktabga hech kim kelmabdi. Mana qog'oz shu shuni sandig'iga solib qo'ydim chiqardim. O'zingiz belgilab oylik yozasiz. 12 so'mdan o'chiring. Nega 12 so'm? Ikkalasidan o'chiring. Nega ikkalasidan 12 so'mdan? Aynan 13 emas. Chunki 12 ta bola ham kelmagan. Shuning uchun. Ha, mayli, sen ketaver. Mayli. Endi uyga borib yotaman. Hammaga xayr do'stlar, videomiz shu yerda tugaydi. O'ylaymanki video qiziq bo'ldi. Qiziq bo'lgan bo'lsa like va obunani bosib qo'ying. Chunki yaqinda 200 ta bo'lamiz.